Assalomu alaykum hammaga qalasizlar? Istanbul, Turkiyada hammaga salom. Oxirgi paytda juda ham ko'pchilik kommentariyani yozyapti. Turkiyaga bormoqchimiz. Dokumentlarni qandoq qilinadi? Qancha vaqt dokumentsiz yurish mumkin? Shular haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi deb juda ham ko'pchilik kommentariyamda so'rayapti. O'zimga ham lichniy telegramimga ham yozishyapti. Bugun sizlarga podrobniy shu haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Agardagi Turkiyaga kelish rejalashtirayotgan bo'lsangiz va uzoq vaqt ishlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Albatta, bu video siz uchun foydali bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Xo'p, umuman O'zbekiston fuqarolari uchun, endi men o'zbekistonlik bo'lganligim uchun o'zbekistonliklar haqida gapiraman. Tojikistonliklar ham juda ham ko'p yozishgan. O'zbekiston fuqarolari uchun Turkiyada 3 oy bemalol kelib yurish imkoniyati mavjud. Albatta, bu imkoniyatdan juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari unumli foydalanib ishlashadi ham. Xo'p, agardaki siz uzoq vaqt ishlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, shu 3 oy ichida dokument qilishga uspet qilib qolishingiz kerak. U Turkiyada dokument qilish usullari o'tirmaysin, chalishmaysin и studentskiy iqomat izni deyiladi. Mana shu uchalasidan birini qilib olib, siz Turkiyada ishlashingiz mumkin. Xo'p, lekin juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari shu dokument qilmasdan yurganlari ham juda ham ko'p. Men o'zim lichni taniyman. 5 yildan beri, hattoki mana kelganiga 5 yil bo'lgan, dokument qilmasdan ishlab yurganlari juda ham ko'p. Endi bunda bitta minus tomoni bor. Siz O'zbekistonga qaytib ketayotganingizda sizga deport bosib qo'yadi. Siz misol 1 yil yurasizmi, 2 yil yurasizmi, 3 yil yurasizmi, endi qancha yurasiz bilmadim. U o'zingizga bog'liq. Albatta, bez dokument yurganligingiz uchun sizga jazo puli chiqazib beradi, ya'ni jarima chiqazib beradi va sizga deport bosadi. Agardaki jarima pulini to'lasangiz, biroz qisqaroq bo'lishi mumkin sizga bu bosadigan deport. To'lamasangiz, qaytib kelayotganingizda va qachondir Turkiyaga kirayotganingizda deport ochilganidan keyin albatta bu pulni to'lab kirishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, Turkiyada demak keldingiz, 3 oy ichida maksimalniy dokument qilishga harakat qiling. Maksimal. Umuman o'tirmaysizmi, chalishmaysizmi, studentskiy iqomatingizmi, qaysi birini bo'lsa ham qilishga harakat qiling. Xo'p, ayollar uchun asosan mana bunaqangi uy ishlarida ishlaydigan, qariyalarga qaraydigan yoki bo'lmasam yosh bolalarga, umuman xasta, kasallarga qaraydigan juda ham ko'p ayollar uchun, umuman uy ishida ishlaydigan insonlar uchun boshliqlar tomonidan hozirgi paytda dokument qilish imkoniyati mavjud. Agardaki siz shunaqangi uy ishiga kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni mana shunaqangi qariyalarga, bolalarga yoki kasallarga qarash uchun uy ishlarida ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, boshlig'ingiz bilan gaplashib maksimalniy dokument qilishga harakat qiling. Dokument qilganingizdan keyin albatta erkin yurasiz. O'zbekistonga istalgan vaqtda borib kelish imkoniyati bo'ladi sizda, ya'ni kirdi chiqdi. Shunaqangi katta imkoniyatlarga ega bo'lasiz va uzoq vaqt ishlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa siz student bo'lishingiz mumkin, qaysidir universitetga kirib dokument qilish imkoniyati mavjud. Ya'ni siz shu universitetda o'qiysiz, ya'ni studentskiy iqomatingizni qilib yashab ishlashingiz mumkin. Xuddi shunaqangi studentskiy iqomatingizni qilib siz yashab, ishlab bemalol yurishingiz mumkin. Ya'ni bunda sizga o'sha 4 yil o'qiydigan bo'lsangiz, 4 yilga o'sha studentskiy iqomat tizimi beriladi. Buni ham albatta o'zini talablari bor. Yoshingiz 28-29 yoshgacha bo'lishi kerak va haftada bir marta adashmasam o'qishga ham borib turishingizga to'g'ri keladi. Ham siz diplomli bo'lasiz, ham yashab ishlash imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Xo'p, o'ylaymanki video ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Еще yana aytadiganim, juda ham ko'p, albatta, mashininglar hamma joyda bor. Не только Turkiyada, O'zbekiston, Rossiya, umuman hamma davlatda mashininglar bor. Ogohlantiraman, avvaldan hech qanday katta pullarni berib qo'ymanglar tanimagan, bilmagan odamlarga. Chunki tushirib ketib qolish ehtimoli yuqori va pulinglarga ham tushib qolishinglar mumkin. Shu sababli ham ishonchli, o'zinglar biladigan, taniydigan odamlarga dokument qildirish uchun pul beringlar yoki bo'lmasa dokumentingiz chiqqanidan keyin to'lov qilishga kelishib turib dokument qildirishga harakat qilinglar. Demak, siz 3 oy Turkiyaga bez viza dokumentsiz kelishingiz mumkin va shu 3 oy ichida dokument qilishga uspet qilishingiz kerak va agar dokument qilishga uspet qilsangiz, bemalol xotirjam ishlashingiz mumkin. O'ylaymanki, video sizlar uchun ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishi, like va podpisatsiya bo'lishni esdan chiqazmanglar. Hammaga rahmat.